Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Qadrli obunachilar, arendachi akalarimiz, quruvchi akalarimiz uchun aksiyani zo'ri kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, ishlab chiqaruvchi akalarimizdan eng arzon narxlarda Apolovka lesalarni joyini topib qo'ydik. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, manzilimiz Farg'ona bo'yida Dehqonobod Kaminteridan bo'lyapti. Bittadan like bosib, tanish-bilishlarga jo'natib qo'ysalar, biz esa usta akamizdan to'liq ma'lumot olamiz. Yaxshimisiz? Sizmisiz? Charchamayapsizmi usta aka? Xo'sh, xudo xolasa narxi arzon-a? Biz kanaldan chiqqanlarga yana kelishtirib berasiz, usta aka. Bu yerda xohlasin yangilisdan, xohlasin konteynerlisdan Apolovkalar hammasi bor. 20 santimetrdan tortib 1 metrgacha tayyorlari bor ekan, usta aka. Xo'sh, birinchi o'rinda mana shundan boshlaylik. Xo'sh, lesalar ham juda ham arzon. Xo'sh, Apolovkamiz nechilik bularimiz? Bu 27lik, 30lik bo'ladi. Seysmi Apolovka? 27lik bularimiz? Ha, bular 27lik. 27 konteynerda eshiklisidan qilingan, qalinligi 2 plus, ikkala tomoni tiklanganda necha metr bo'ladi? 18 metr, ikkita burchagi bilan 19 metr. Boltga syomniga qo'shib beriladi. Hamma narsasi bo'ladi. Narxi? Narxi 2 million 600 ming so'm. 2 million 600 ming so'm, 27lik, 30ligicha. 30ligi 3 million 300 ming so'm. 3 million 300 ming so'm 30ligi. Agarda xohlasa yangilisdan ham qilib beraverasiz. Yangilisdan ham qilib beraveramiz. Xo'sh, bunimiz nechilik bularimiz? Bunimiz 80lik Apolovka. Bu konteynerlikdan. Ha, 80lik konteynerlikdan qilingan. Men hammasini narx-navosi yodda qolmayapti, shunga ko'rib aytib beraman. Bo'ldi, bemalol. O'g'izdan. To'g'ri tushunamiz. Konteynerlikimiz 80lik 8 million so'm kami. 8 million so'm kami bor, xudo xolasa. Bunimizchi chempion shaklda usta aka. Bu chempion, 60lik chempion. Lisini qalinligi 208. 208 lazerda kesilganmi usta aka? Ha, albatta. Lazerda kesilgan, orqasiga 3 ga 2 profil qo'yilgan ekan usta aka. O'tgan yillar, undan oldingi yillari juda ham trendga aylangan usta aka. Ha, bu juda trendda bo'lgan. Qancha qilib beryapsiz bularimizni? Bunimiz narxini 60ligini 8,5 million so'm. 8,5 million so'm. Ha. Kami bor. Telefon qilsa kelishamiz. O'tib kelishtirib beriladi. Hamma aytiladigan narxlarni kamini qilib beramiz. Kami bor. Endi biz o'zbekchilik va kamini so'raylik, kamini qilib beramiz-da usta aka. Mana bunimiz nechilik? Bunimiz 70lik. 70lik Apolovkamiz. Narxi? Hop, 70ligini narxi 7,5 million so'm kamini qilib beramiz. 7,5 million so'm kami bor. Pulni to'plang xonoma. Xo'sh, bunimiz-chi 50lik usta aka? Bunimiz 50lik. 50lik. Aha, narxi? Tekizlikdan qilingan. Bu 6 million 800 ming so'm. 6 million 800 ming so'mdan. Bu 1 metrliklarimiz-chi? Bu 9,5 million so'm. Bu konteynerlikdan qilingan. Aha, konteynerlikdan 1 metrga Apolovkalarimiz 9,5 million so'm. Meshalkalarimiz qancha berilyapti? Meshalka 3 million 700 ming so'mdan boshlanadi. 3 million 700 ming so'm, ag'o'sha rullar, ruchkali, alyumin, pachimlik, har xillaridan bor, usta aka. Hammasi turidan bor. Ha. Xo'sh, kolonna Apolovkalarimiz usta aka? Bu burchak Apolovkamiz 600 ming so'm kamini qilib beramiz. Kolonna Apolovkamiz shuna 3 metrliga 3 million 100 ming so'm. 3 million 100 ming so'm, o'sha 40 ga 40 standart nimalarimiz. Standart razmerda. Xo'sh, bunimiz usta aka bitta o'q bilan 5 ta 6 ta joyda uradigan Apolovkamiz usta aka. Lego 6 ta 7 xil funksiyada ishlaydigan Lego Apolovkamiz. Nechilik? Bunimiz 1 metrlik. 1 metrlik, ha. Bunimiz narxi 14 million so'm. 14 million so'm. Nesini qalinligi? 208. 208. Hozir aytib o'tadigan narxlarimiz hammasi 208 208 da bo'ladi. 2,5 yo 2likdan qilib ber desa, narxi ancha arzon chiqadi, arzon qilib beradi. Ha, ya'ni bu Lego Apolovka 2026-yilda juda ham trendga chiqyapti. Bir komplekt Apolovka olib turib, fundament, kolonna, regel, bunaqa burchak qilib ishlasalar ham bo'ladi. Hattoki monolit kuysa ham bo'laveradi, usta aka. Ha, monolit ham kuysa bo'ladi. Notashqari vohalarga kiramiz, hovuz ham kuyyapti mana shu Apolovkada. Bunimiz nechilik? Bunimiz 70lik. 70lik Lego, ha? Ha, 70lik Lego. Buni 11,5 million so'm qilib beramiz. 11,5 million so'm Lego. 60liga qancha chiqyapti? 60ligimiz narxi 9,5 million so'm, kamini qilib beriladi. 50ligacha? 50ligimiz 7 million 300 ming so'm. 7 million 300 ming so'm. Narxlar tushibdi, ancha usta. Ha. Bunimiz nima, nechilik? Bu hali uchala tarafga ham bukilgan polvon Apolovka deydimi? Hamma har xil nomlaydi. Polvon Apolovka. Aha. Buni narxini aniqini sherigim biladi. Sherigim qilib. Necha bo'ladi? 76likmi? Bu adashmasam 1 metrlik o. 1 metrlik. Ya'ni usta akamiz sheriklari bor edi, u ichkarida hisob-kitob qilyapti, mayli. Bunimiz usta aka? Bu 50lik, tekizlikdan qilingan 208. Aha, narxi. Bunimiz narxi 6 million 800 ming so'm. 6 million 800 ming so'm. Mana haligi 1 metrlik shekillar usta aka? Ha, 1 metrlik konteyner. 9,5 million so'mga. Ha, 9,5 million. Mana-chi, Lego nechiligi bu? Bu 50lik. 50lik Lego. 50lik shunaqa razmerda bo'ladi. Aha, tayyor bo'lyapti. Narigi tomonda mana burchak Apolovkalar ham bor ekan. 3 metrlikmi usta aka, 4 metrlikmi? 3 metrlik. 3 metrlik. Narxi qancha dedik buni? Buni 600 ming so'm kamini qilib beramiz. 600 ming so'm kami bor. Xolosa 4 metrlik, 5 metrlik ham esa berilaveradi usta aka. Ha. Tushunarli. Xo'sh, manzilimiz o'sha Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Dehqonobod Kaminteridan bo'lyapti. Usta aka, lesalar qancha qilib beramiz endi? Lesalarni
Arzon qilib beramiz. Qancha masalan 2 metrligi? 2 metrligini 620 ming so'm. Misol uchun shu yerda bir narsani tushuntirib o'tib ketaman. Lesamiz katta partiyada chiqadi bizda 300 kamplikgacha. Misol uchun avionyonga olishadigan bo'lsa, 100 kamplik nari beri olishadigan bo'lsa, ancha arzon narxga dastavkalarni ham qilib beramiz. Men bitta narsa aytib o'tib ketmoqchiman. Bugun misol uchun 100 kamplik bir kishi so'radi. 600 ming so'mdan dastavkasi ichida Toshkentgacha qilib beradigan bo'ldik. 100 kamplik zakaz berdi. 100 kamplik zakaz. 600 ming so'mdan dastavka qilib berish shunaqangi Toshkentgacha. 2 metrlik poddonimiz. Lekin oz olsa tushib bermaymiz. 620 ming so'mdan. 600, ya'ni 100 tadan oz bo'lsa 620 ming so'm, 100 tadan ko'p oladigan bo'lsa 600 ming so'mdan Toshkentgacha dastavka qilib beramiz. beramiz. Yana ham ko'p olsa, yana ham tushib beraveramiz narxlarni. Vodiy Toshkent bo'yicha Obyomiga qarab narxlar tushaveradi demoqchiman. Xo'sh, stenkalar nechilik? Stenkalar to'rala oyog'i, paddoni 1.7 stenka bo'ladi. Keyin shotisi bilan mana X kashagi, 1.5 stenka. 1.5. Paddonni qaysi biridan qo'shib beriladi? Paddon 620 ming so'mga bundan qo'shib beriladi. 610 ming so'm qilib beramiz, bu setkali. Setkali. Lekin o'sha 100 tadan ko'p bo'lsa 600 ming so'mdan mono paddondan qo'shib beriladi. Shu paddondan, o'sha baquvvat paddondan qo'shib beriladi. Qo'shib berilaveradi. Tushunarli. Xo'sh, qadrdonlar bu o'sha vodiyda standart 2 metrlik leysasi. Xohlasa buni 1 metrligiga borasiz, Ha, 1 metrligi bor, 520 ming so'm. 520 ming so'm, u ham kami bor. Albatta. Ko'proq olsa kelishtirib berishadi. Kimga shunaqangi Apolovka, leysa, betonameshlarga eng arzon joydan kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlari bo'ladi. Albatta, videomiz oxirida shu akalarimiz mehnatini qadrlab, bittadan like bosib, quruvchi akalarimizga va albatta shunaqangi arendachi akalarimizga jo'natib qo'ysalar, kimgadir foydasi qolishi mumkin. Sizga rahmat, salomat bo'lasiz. Rahmat.